Sinf xolamga bunday tashqaridan qaragan odam Shohrux bekorchi deb o'ylaydi. Ustoz bekorchi o'rtada o'tiraman-da. Ruzib qo'yishi shuni. Men jazolayapti desam, gaplashtirayotgan edim. Meni ishim shu o'rtada o'tiraman. Tashkilotchi. Ha, ular sherigi bilan almashadi. Ya'ni men komanda beraman, ular sherigi bilan keyingi sherikka o'tishadi, keyingi sherikka o'tishadi. Bitta mavzuni gaplashish mumkin, lekin og'zaki nutqni rivojlantirish haqida, ya'ni bu narsani bog'laydigan bo'lsak, ya'ni 10 ta odam bilan gaplashib chiqsa 10 xil fikr oladi va o'zini bitta yakdil javobini shakllantirishga o'rganadi bola. Buni 5-sinf ingliz tilisi bo'ladimi, 6-sinf ingliz tilisi bo'ladimi, 11lar ya'ni IELTS bo'ladimi? IELTSga seltani qo'llayolmaysiz deyishgan. Qo'llayolmaysiz deganlarga yaqinda bir o'quv markazimizga borib, aynan IELTSga selta metodikasini qo'llab ko'rsatib, ya'ni deb qolishdi. Va mana shu orqali ularda akademik yo'lda ularga chiroyli metodika orqali